Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Mana bugun sizlarga va'da berilgan 5-muallifligimdagi strategiyani o'rgataman. Ushbu strategiyaning nomi noodatiy savdo hajmi strategiyasi deb nomlanadi. Noodatiy savdo hajm deganda, bilasizlar, bozorda har bir aksiya kun davomida turli xil savdo hajmlariga ega bo'ladi. Tasavvur qiling, bir aksiya masalan 1 million, 1 million, 1,5 million, 2 million, 1,5 million, 1 million deb savdoni amalga oshirdi va o'rtacha 1,5 million va 1 million 300 mingta aksiyaga to'g'ri keldi. Va 11-kuni ushbu kompaniyaning savdolar hajmida 2 million 800 ming o'rtasidagi savdoni amalga oshirdi. 10 kunlikka nisbatan eng yuqori natijadagi savdo hajmini kuzatishimiz mumkin. O'sha holatda bilib qo'yinglar, bozorda juda katta yirik akulalar, ya'ni bozordagi eng katta portfelga bo'lgan aksiyalar juda yuqori natijada, juda yuqori qiymatdagi aksiyalarni xarid qilgan bo'ladi va bu esa o'z navbatida aksiyaning yuqoriga yurishiga asol bo'lib beradigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Savdo hajmi yuqorilashi turli faktorlarga asoslangan holatda yuz beradi. Bunda bo'lishi mumkin fundamental kompaniya yangilik chiqargan yoki texnik tomonlama treyderlarning e'tiboriga tushgan bo'lishi mumkin. Ya'ni texnik tomonlama trendline yorgan bo'lsam, bitta man emas, balkim dunyo bo'yicha trendlinelar bilan ishlaydigan treyderlar aynan o'sha aksiyani xaridni amalga oshirishni boshlaydi. Noodatiy savdo hajmi strategiyasi bilan ishlaganda biz finviz.com degan sayt orqali noodatiy savdo yuz bergan aksiyalarning ro'yxatini olishimiz mumkin va ushbu ro'yxat orasidan 70% ehtimollikda juda ko'plab aksiyalar, agar men hozir aytib o'tgan qoidalarga tushadigan bo'lsam, yuqori daromadlar berishga xizmat qiladi. Keyin ular haqida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Buning uchun biz finviz.com degan saytga kiramiz. Bilasizlar, eng ko'p foydalanadigan finviz.com saytimiz va ushbu finviz.com saytidan biz screener degan bo'limni tanlaymiz. Screener degan bo'limni tanlaganimizdan so'ng mana bu yerga narxlarni qo'yib chiqamiz. Ya'ni bizga eng muhimi $5 dan qimmat bo'lgan, hozirgi paytda savdo hajmi 1 milliondan yuqori bo'lgan va mana ko'rasizlar, mana shu joyiga e'tibor beringlar. Over 1 million, ya'ni 1 milliondan yuqori bo'lgan bir baravarda, ya'ni 1 milliondan nisbatan 1 baravarda yuqori bo'lgan aksiyalar ro'yxati kerak va technical bo'limdan biz qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa bu not oversold, ya'ni 40 dan past bo'lmasin deb aksiyalar ro'yxatini chiqaramiz. Va bundan so'ng esa biz albatta change degan bo'limni 2 marotaba bosamiz va TA degan bo'limni tanlab olamiz. Mana ko'rib turganinglardek, bozordagi eng yaxshi daromad berayotgan aksiyalar ro'yxatini chiqaradi. Biz endi eng tubidan endi harakatni boshlagan aksiyalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, Nissan degan kompaniya, Nissan International Enterprise Development Group $3,5 boshlab $9 chiqqan. Bunday aksiyalar biz e'tiborimizni jalb etmasligi kerak. Umuman zinhor bunaqa aksiyalar bilan savdo qilmaslik kerak. Endi arzon narxidan boshlagan aksiyalarga e'tibor berishingizni maslahat beraman. Masalan, Oklo kompaniyasi. Nima uchun soundni tanlaman? $4 dan $6 ga yurgan, lekin Oklo kompaniyasi o'zining support narxidan boshlab harakatni boshlagan. Keyin endi Oklo kompaniyasining tahliliga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, Oklo kompaniyasi ko'rib turibsizlar, o'zining eng arzon narxi $7 bo'lgan va hozir ko'tarilgan bo'lsam, jamidan 14% ko'tarilgan. Lekin noodatiy savdo hajmi yuz bergan, ko'rib turganingizdek, savdo hajmi mana oldin 3 million, 2 million, 2 million bo'lgandan birdan 8 millionga chiqqan. Necha barobar bo'ladi? 3 barobar atrofida yuqori narx harakatini shakllantiradi. Yorib o'tgandan so'ng endi mana prognozlarim bo'yicha mana bu support zonasi bo'ladigan bo'lsa, mana supportdan double bottom qilish orqali harakatni boshlagan. Double bottom formatsiyasini shakllantirib turib, eng kamida ushbu aksiya kelgusi bir 2 hafta davomida, uzoq 2 hafta davomida mana shu tochkadan boshlab 27% atrofida daromad berishni prognoz qilmoqdaman. Mana shunaqa usulda aksiyalar topiladi. Bu ham eng o'zini qimmat arzon narxidan harakatda boshlamagan, bu ham narxidan boshlamagan, ya'ni o'sha deyarli impulsini yuqori natijada ko'rsatib bergan va arzonroq harakat mana masalan CCC degan kompaniyani ko'rib chiqamiz. 4 ta C harfidan iborat bo'lgan kompaniya. Birinchi marotaba ushbu kompaniyani ko'ra olaman, balkim oldin ham xarid qilgan bo'lishi mumkin. Ko'rib turganinglardek, kunlik shamchiroqda emalardan yuqoriga chiqishga harakat boshlagan va katta ehtimol bilan kompaniya, agar darslarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, tekshirib olsanglar bo'ladi. Men bu kompaniya uchun stop narximizni mana bu zonaga qo'ygan bo'lardim. Mana men bu narxda xaridni stopni qo'yaman va take profitni eng kamida mana bu zonalarga joylashtiraman va shu joyda o'zida ushbu kompaniyadan taxminan 50% atrofida kelgusi 5 kun ichida natijani kutishim mumkin. Mana shu tochkalargacha chiqadi degan prognozim bor. Albatta bu moliyaviy maslahat emas, albatta ta'lim maqsadlarida taqdim etilmoqda. Eng yaxshi strategiyalardan biri bu shu hisoblanadi. Mana ko'rayotganingizdek, globalniy trendline'ni ham yorib o'tgan, ko'rib turganingizdek, kecha yorib o'tgan va yurishni boshlagan va ertaga mana bu narxni high qilgandan so'ng men kredit fazi uchun
narxi uchun savdoni amalga oshirishi mumkin. Qadrli ishtirokchilar, noodatiy savdo hajmi strategiyamizning qoida shundan iborat edi. Skrinerda saqlanib qilib olinglar o'zinglar uchun. Mana ko'rib turganingizdek hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Narxi $5. Buni birda tanladim. Bu yerdan current over 1 ni tanladim va technicaldan esa oxirgi ko'rsatkichimiz not oversold 40 tanladim va TA'dan eng arzon narxdan endi yurishni boshlagan. Mana endi arzon narxidan endi yurishni boshlagan aksiyalarga e'tiborni jalb etdi. Mana Mara kompaniyasi ham endi o'zining o'sha zonasi, support zonasidan endi energiya to'plab turib yurishni boshlagan. Kamida $30 atrofida chiqadi. Bu kompaniya esa o'zini $4 dan $5.5 chiqqan. Deyarli men buni yurmaydi demoqchi emasman. Riskimiz yuqori bo'lib ketadi, qadrli ishtirokchilar. Shu sababli riskka e'tibor beringlar. Arzon narxidan boshlab turib harakat mana Arre kompaniyasi kelgusi 2 haftada $16 ga chiqadi. Chunki nima uchun? Riskimiz $10 dan yurishni boshlagan, $11 ga chiqqan, 10%. Lekin $16 ga chiqqan aksiyaning riski stopgacha, ya'ni support zonasigacha 50% tashkil qiladi. Shu tomonini sizlarga aytib o'tib ketmoqdaman. Ya'ni noodatiy savdo hajmida ishlaganda albatta supportda endi harakatni boshlagan. Yurgan bo'lsa 20% ga tushirgan bo'lgan aksiyalarga e'tibor berib turib savdoni amalga oshirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling.